Şam. Abdori Abdurishit Saley. Charchagan quyoshning ko'zi qizirib, qorliq taqqa bosh qo'ydi. G'arib ufqi cho'g'dak tavlanib, bulutlarga qizg'ish hal berdi. Chechaklik bog'lar, teraklik yo'llar, zumrad daryolar kashki shafaq qizilligida o'tqashdek jilvalanib turardi. Odatim bo'yicha kechlik tomoqdan keyin o'stan bo'yni bir oz aylandim. Bara atrofga gugum tushib, tun qorong'u pardasini olamga yoydi. Men uyga kirib saranga yoqdimda shamni yoritdim. 20 santimetr uzunlikdagi qo'y yig'idek oppoq, qosh teshidek suzuk sham nuri chechib ko'yishga boshladi. Men shoirona xiyol ilgili julanib yonayotgan shamga tikilib, cho'nqur o'yga cho'kdim. Ey sham, nima degan esil hislatliksan ha? Sening yo'riqingda qanchilgan olimlar tunlarni bidor o'tkazib, vatan uchun, insoniyat uchun, kelgusi yosh avlodlarning baxt saodat uchun tafakkur dengizdan go'har suzib, nini ulug' kashfiyotlarni yaratadi ha. Qanchilgan o't yurak yozuvchi shoirlar yolqinliq ilhomlar aro ta'sirlik asarlarni yaratib, tunlarni tong'i ulaydi. Qanchilgan munavvar bog'vanlar sening yo'riqingda dars tayyorlab, yosh avlodlarning qalbiga ilm-fan nurlarini chachidi. Sening erigan maylaring ijodchan olim, yolqinliq shoir, ishchan bog'vanlarning peshonasidan oqqan xosiyatli ter tomchilariga o'xshaydi. Sen o'z yo'riqing bilan tunlar aro kashfiyotchining ulug'vor ishlariga nurliq sho'la chechib, oxiri kuyib baxtiyor tabassumda o'z vazifangni sharaf bilan ado qilib, asta-asta ko'zingni yumasan. Ey sham, menmi o'z hayotim shamni vatan xalqining baxt saodat uchun yondirib, zamondoshlarim qalbini ilm hikmat nuri bilan yo'ritib, sana o'xshash o'z vazifamni sharaf bilan ado qilib, baxtiyor tabassum bilan olamdan armonsiz ketishni xohlayman.